Real Madrid va Barselona o'rtasidagi 11-1 hisobi bu shunchaki futbolmidi? Nega o'yinchilarga tanaffusda hayotiga xavf solishganligi haqida ko'plab taxminlar mavjud. Bugun biz siz bilan futbol tarixidagi eng qorong'u deb hisoblangan 90 daqiqani tahlil qilamiz. Boshlashimizdan oldin shu kabi qiziqarli ma'lumotlar uchun Futbol Davri Telegram kanaliga obuna bo'ling. Unda boshladik. Futbol bu super o'yin, lekin tarixda shunday bir kun borki, unda o'yinning o'zi emas, siyosiy vaziyat muhokama qilinadi. 1943-yil Ispaniya Kubogi hammasi javob o'yinidan oldin Barselonadagi birinchi bahsda boshlangan. O'sha o'yinda Barselona 3-0 hisobida g'alaba qozongandi. Stadionda muxlislar Real Madrid futbolchilarini sovuq kutib olishgan. O'yinda esa keskin to'qnashuvlar bo'lgan. Madrid matbuoti buni qattiq tanqid ostiga olib, Barselonani ayblab chiqadi. Aynan shu davrdan boshlab Madrid qasos olish kayfiyatini kuchaygani taxmin qilinadi. Barselona Madridga borar ekan, ularni nafaqat stadionda, balki shahar bo'ylab ham dushmanona muhit kutib olgani aytiladi. Madridga yetib borgan Barselona futbolchilarini stadionda qattiq bosim kutib oladi. Futbolchilar dahshatli ruhiy holatda maydonga tushishadi va birinchi bo'limdayoq hisob 8-0 bo'ladi. Asosiy shov-shuvlarga sabab bo'lgan voqea tanaffusda sodir bo'lgani aytiladi. Manbalarga ko'ra, kiyim almashtirish xonasiga yuqori lavozimli shaxslar kirib, futbolchilarga kuchli bosim o'tkazishgani va ularning hayotiga xavf solishgani taxmin qilinadi. Aynan shu tahdid futbolchilarni ruhiy jihatdan butunlay sindirib tashlagani taxmin qilinadi. Ikkinchi bo'limda Barselona futbolchilari o'yinni davom ettirishga ham ikkilanib qolishgan edi. Real Madrid o'sha o'yinda 11-1 hisobida g'alaba qozonadi. Bu klub tarixidagi eng yirik g'alaba bo'lsa-da, ko'plab madridlik tarixchilar ham o'z hisoblarida bu o'yinni eslashga loyiq bo'lmagan g'alaba deb yozishgan. O'yin yakunida Barselona prezidenti Enrique Pinero iste'foga chiqishga majbur bo'ladi. Bu o'yin Ispaniya futbolida tosh o'yin degan nom bilan qoldi va ikki klub o'rtasidagi nafratni abadiy cho'qqiga chiqardi. Xulosa shuki, 11-1 bu shunchaki sport mahorati bo'lganmi yoki diktatura davrining ruhiy tazyiqimi? Bu savolga bugungi kunda ham aniq javob yo'q. Agar o'sha o'yinda siyosiy bosim bo'lmaganida Barselona bunchalik oson taslim bo'lmas edi, degan fikrlarni ko'pchilik tashkil qiladi. Sizningcha bunday o'yinlar hozirgi kunda ham bo'lishi mumkinmi yoki futbol butunlay siyosatdan xoli bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.